Uzun PHP dersi 16. qism PHP'deki include. Mülazim tarihindeki öz içine iliş SSI arqılı funksiya betüsti ve betas qatarlıq elementlerini tekrar işletiş buldu. Ma'lum PHP üstüne icra buluştan burun yana bir PHP üstüge qıstırış üçün include yoki require buyruq cümlesinden faydalanamiz. Bu ikkisining farqi require cümlesi ecelli xatolik, mavo compile error sodir qilgan program yurgizishni to'xtatadi. Include faqatla ogohlantirish ivorning uchur berdi, lekin programma davomli ijro bo'laverdi. Agar o'z ichiga olgan hujjat normal qistirilmagan ahvol ostida programma davomli ijro bo'laversin desak, include ishlasak bo'ldi. Bir qism ramka, CMS va PHP qo'llanilgan programlarda require ishlatildi. Bu programning mukammalligi va bexatarligi uchun foydali. Mesela qaraydigan bo'lsak, include mesela ma'qulatda buni grammatik ismiga hujjat nomi keldi. Ammo require nisbatan o'xshash meyaga hujjat nomi keldi. Megadagi amaliy misol qaraydigan bo'lsak, masalan, menu degan hujjatniki ichida meyada menu PHP degan hujjatni bir qitim meyada qistirib etgan bo'lsa, undaqda menu PHP niki mazmuni meyada tizimlik uchuri, tizimlik uchurni meyada cho'g'an mazmunni bevosita holda mushaga qistirib yutkab ishlataverdi.